Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilikning xabari bor, Mangu Professional Ligasida bizani qirg'izistonlik bir ukamiz Aziz Usmonov Assalomu alaykum. ko'zdan jarohat olgandi, ko'rdinglar. Jang paytida ko'zi qiyama udar tegan evaziga qo'li kirib ketmagan, ko'pchilik zotda qo'li kirib ketganda bu udar tegan evaziga ko'zida jarohat olib tushib ketdi. Liga komandasi maksimalni qo'ldan kelgancha o'zimizning do'stlarimiz, birodarlarimiz, sportchilarimizdagi xaromizda xudo Katta xohlasa rahmat. Спасибо большое. Ligi Mangu rahmat, Rasul aka, katta rahmat sizga. Cho'tka, inshaalloh bari yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa Qirg'izistonlik bavurlar biz bilamiz. Jangga chiqib arenada jang qilish oson emas. Professional sportda bekorga etilmagan, har tomonlama tayyor bo'lish kerak. Bu narsaga qattiqlikka qaraydi. Agar professional sportchi bo'lsanglar, xudo xohlasa biz atini ishlaymiz. Sportchilar yaxshilab tayyorlaninglar. Xudo xohlasa birinchi o'chirda tartib, intizom, sog'liq. Birinchi o'chirda sog'liq. Брат, скажи. Ну это спорт, конечно, никто не застрахован, иншаллах. Любой надо, альхамдулилля, в любом положении. Мы не знали, что так получится. Нельзя сдаваться, самое главное. До конца надо идти. Узбекистан, Катар, рахмат вам. Все вижу, все мне пишут многие. Всем рахмат. Спасибо. Аллах разы болсын. Duo qo'yinglar. Duoda bo'linglar. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Маму лига от души. Katta rahmat. Окей. Самое главное здоровье, брат. Иншаллах. Самое главное здоровье. Sport, karyera, boshqa narsa bo'laveradi. Birinchi o'chirda sog'lig'iga tegan narsa. Самое главное, берегите свое здоровье. O'zinglar hurmat qiling.